Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham mazali chiqadigan, tez va oson tayyor bo'ladigan, yeganda og'izda erib ketadigan darajada yumshoq chiqadigan tort tayyorlaymiz. Ishimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz biskvit tayyorlab olamiz har doimgidek. Kattaroq chuqurroq idishimizga 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum, 1 chimdik tuz, 160 gram shakar va 1 choy qoshiqda vanilin shakari solamiz. Mikser yordamida oppoq quyuq massa bo'lgunigacha ko'pirtirib olamiz. Mikserimizni tezligiga qarab taxminan 3-4 yoki 4-5 daqiqa davomida ko'pirtirsak, xuddi shunaqa oppoq quyuq massaga keladi. Endi ustiga un bilan qavartmani elakdan o'tkazib qo'shamiz. 160 gram un va 1 choy qoshiqda qavartma, ya'ni razrihletil. Unni birinchi yarmini elakdan o'tkazib qo'shdim. Yengil aralashtiramiz. Unni qimoqlari tagida cho'kib qolishi mumkin, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan silikon lopatka bilan aralashtiramiz. Endi ustiga 2 osh qoshiqda sut va 2 osh qoshiqda o'simlik yog'i qo'shamiz. Yana yengil aralashtiramiz birozgina. Keragidan ortiqcha aralashtirib yormaymiz, xamirimiz massasi cho'kishi mumkin. Biroz aralashtirganimizdan keyin unni qolgan yarmini yana elakdan o'tkazamiz va yana xuddi shunaqa sekin aralashtiramiz. Biskvit xamiri tayyor, xuddi shunaqa ko'rinishda yengilgina xamir bo'ladi. Endi biskvit xamirimizni kattaroq konditer qopiga, ya'ni hammasini quyib olamiz. Va oldindan kattaroq listlarimizni qog'oz to'shab tayyorlab qo'yishimiz kerak. Xuddi shu videoda ko'rganingizdek qilib dumaloq shaklda qo'yib chiqamiz. Bu arada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib qizitib qo'yishimiz kerak. Xamirni hammasini mana ikkita listga tayyor qilib qo'yib bo'ldim. Endi 170 gradusda qizigan duxovkada 10 yoki 12 daqiqa davomida pishirib olamiz. Duxovkalarimizni turiga qarab pishish vaqti o'zgarishi mumkin, balki undan ham tezroq vaqt davomida pishib chiqishi mumkin. Pishgan korjlarimiz birpasda soviydi. Teskarisiga o'girib qog'ozdan ko'chirib olamiz. Hammasini mana oldim qog'ozidan, chetga qo'yib turamiz va endi kremini tayyorlaymiz. Kremi uchun 250 mg 36% suyuq qaymoq, 80 gram shakar upasi, 100 gram sovuq muzdekkina quyultirilgan sut, 1 choy qoshiqda vanilin shakari. Quyuq holatga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz. Kremimiz mana quyilib tayyor bo'ldi. Endi kremdan birozgina qismini alohida idishga olib, ustini yopib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Qolgan kremimizga 500 gram yog'liroq, foizi baland bo'lgan smetana qo'shamiz. Men ishlatgan smetana 32%. Har ikkala kremni yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimiz xuddi shunaqa ko'rinishda, qattiq emas, ozgina suyuqroq krem bo'lishi kerak. Endi shokoladli sous tayyorlab olamiz. 80 gram qora shokolad ustiga 50 mg qaymoq qo'shib, mikroto'lqinli pechda eritib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz.
Tayyor shokoladli sousni ham konditer qopchasiga quyib olamiz. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Xuddi shunaqa tagi dumaloq chuqur idishga paket to'shab olamiz va videoda ko'rganingizdek qilib kremdan qo'yib, chetlari atroflariga surib chiqamiz. Endi pishirib olingan korshchalarimizni qo'yamiz. Chiroyli qilib terib chiqamiz. Va yana ustiga krem suramiz. Har bir qavat korsh terib, krem surganimizdan keyin boyagi tayyorlab qo'yilgan shokoladli sousdan quyib chiqamiz. Va yana korshlarimizni teramiz. O'rta qismi chuqurroq bo'lganligi uchun keyin yana o'rtasiga biroz ko'proq qilib korshlarni teramiz. Videoda ham o'zi tushunarli qilib ko'rsatib o'tganman. Tortimiz shunaqangi yumshoq chiqadi, yeganda og'izda erib ketay deydi. Juda ham mazali va juda ham tez, osongina tayyor bo'ladigan, ayniqsa biskvit o'xshamaydiganlar uchun juda ham qo'l keladigan tortlardan bittasi. Ko'rib turganingizdek, har bir qavatiga krem va shokoladli sous qo'ydim. Oxirgi korshlarni terib, qolgan krem bilan yopib chiqdim. Endi tayyor tortimizni ustini yopamiz va bir necha soat davomida xolodilnikka qoldiramiz. 1 soat yoki 2 soat tursa ham yetadi. Birpasda yumshaydi korjlari. Tortimiz tayyor bo'lganidan keyin xohishga ko'ra ustiga quyiladigan shokoladli glazurini tayyorlab olamiz. Qora yoki молочный sutli shokoladni 100 g shokoladni ustiga 100 mg qaymoq solib mikroto'lqinli pechda eritamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Va men yana ustiga maydalangan bodom qo'shdim, 30 g. Aralashtirib olamiz. Tortimizga juda ham chiroyli ko'rinish beradi bu. Chetga qo'yib turamiz. Bu arada tortimiz ham tayyor. Idishidan olib paketlardan ko'chirib olamiz. Ungacha sousimiz ham sovib, normal haroratga kelib turadi. Boyagi chetga olib qo'yilgan krem bilan tortimizni ustini va atroflarini yopib chiqamiz bir tekisda. Krem bilan tekislab chiqdik. Endi ustidan boyagi tayyorlab qo'yilgan shokoladli glazurni hammasini quyib olamiz. Chetlariga agar tegmay qolgan joylari bo'lsa, oqib tushgan shokolad bilan yopishimiz mumkin. Tortimiz ko'rib turganingizdek tayyor. Ustini ozgina xandon pista sepdim. Rangini yana ham ochib beradi. Va endi kesib bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Kesilganda ham ko'rib turibsiz qanchalik yumshoqligini. Ichlari ham ko'rinishi juda ham ishtahali chiqadi. Qarang buni qanaqa chiroyliligini. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.